Assalomu alaykum barcha aka-ukalarga. Sartepoy ikkinchi adileni to'g'ri ketsa 102 stadik bozorcha. Mana bu yerda bitta ikki etajlik zdaniya qurilgan podvali bilan. Mana nomeri ham bu. Suqrobjonniki bu, Suqrob ukabizga ikki etaj qurilgan podvallari bilan birga. Mana bu yerda bizni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam daraxtlarga o'xshagan daraxt tutibdi. Bitta slishkacha qilsa zakkonni bo'ladi. Bitta nima qilsa bo'ladi vaqtda. Xazayasini magazin ochib, eshiklarni tagini to'ldirib, narvon, parvon, to'da, satil-patil, kraska, любой narsa qilsa bo'ladi. Tepada sklad qilsa bo'ladi, podvalda sklad qilsa bo'ladi. Mana shu ikkita eshigini katta ochib, savdo ochish kerak. Prosta remonti yo'q ekan. Agar Suqrob bilan gaplashsak, saligina qimmat dedi narxini. Agar kelishsak, shuni ochib, normalniy bitta xazayasini magazin qilsa bo'ladi. Joyi ham zo'r, mana bu yerdan ham katta joyi bor o'zini. Bu ham, например, biror narsa qilib qo'ysa bo'ladi-da. Mana bu yerdan lesnisadan ikkinchidan chiqsa bo'ladi, ichkaridan naridan chiqsa bo'ladi, bilaman. Kirib ko'rish kerak. Mana bu yerda podvali bor. Saligina remont talab, ichi ham, tashqarisi ham, mana bu fasadchasi ham. Hay fasadi yaxshi, mana taglariga boqana plitka qilish kerak, mana balkon nimasiga, podval taraflariga. Ichi remonti yo'qdi, ichini bitta shkaturka qilib, kraska qilish kerakmi? Joychasi zo'r. Mana bu daraxt вообще kayf qildim-man. Joychasi zo'r, magazin. Проходimiz, moshin parkovka qo'yayotgan joylari ham bu moshin. Mana bu yerdan biroq narsa qilsa ham bo'ladi, joychasi ham zo'r ekan. Mana shuni bitta budka qo'yayman o'zim. Suqrob shuni bitta reklama qilaylik, shuni topshiraylik bunga, ketsin tutdim bu yerdan.